Sür baskan kanat. Abduri Adile Ahmet. 3. qissam. Jabbor qimorga o'ginib qolgandan keyin ayoliga biroqli nachar muomala qiladigan, hatto uni to'li uradigan bo'lib olgan edi. Biz urmaslikni aytib nasihat qilib to'sib olsak, bizni qo'shib uratdi. Goyi g'arxmas kelib, kanatdagi kichik qizlarni bo'zaq qiladigan bo'lib oldi. Yoqubboy bilan Oliya xonim yuzini qo'ydiganga yet topolmay qolgan edi. O'rgul bo'lsa, hammaga chidab ketib-o'tadi. Chunki u Yoqubboy, Oliya xonim va menga qiymaydi. Keyin Jabbor talog'i qarab qopdi. Surishtirsam, u qimorxonadagi biraylarning qizini yaxshi ko'rib qopdi emish. Shuning uchun qimorxonaga kunda berib, u odamni qizini qimorga tikishiga, ya bo'lmasa setib berishga qistab turibdi. U odammi qimovoz bo'lg'ashqa vijdon yo'q nemikan? Ma'qul deb qo'yib, qimorni hiyla ishiltib, uni uttirishga zo'rlab beribdi. Shuning bilan u qizni bugun utanmasam, ati utaman, ati utanmasam, bugun utaman degan tomadi beraveribdi. Men bu surishtirganlarimni Yoqubboy va ayoli Oliya xonimga dedim. Bu chaqda Hurgul bizga choy akirgan bo'lib, uy ichidan chiqqan ovozni eshik sirtida turib anglab qopdi. Bu gaplarni anglagan Yoqubboy, ayoli Oliya xonim va Hurgul qattiq qon yig'lab ketdi. Bo'libmi Hurgul bakla azoblangan edi. Uzoq o'tmay Jabbor Hurgulni saqaymas kasal bo'lib qopdi deb uyga kirmaydigan bo'lib qoldi. Hamda Hurgulni bir qorong'u uyga solab qo'yib, ishqi non tashlab bergandek tashlab berib boqdi. Biz bularni bilib tursaqmi, hech qandoq amal qilolmagan edik. Chunki u chakarlarni u uyga yaqin yo'lig'ili qo'ymadi. Bu ishlarni ko'rib, chidab turib bo'lamagan Oliya xonim bilan Yoqubboy Hurgulni olib chiqib, tibqi ko'z tush uchun ep ketdi. Kashqurun Jabbor ularni bir harviga selib elib keldi. Buni ko'rib hayron qoldik. Chunki bu ishlardan uning xabari yo'q edi. Uning ishkidan kirganini ko'rib, yugurib berib, bularga nima bo'ldi deb so'radim. Lekin ortiq gap qilmay, Hurgul degan qanjoq yuqumlantirib qo'yibdi, dedi. Ondan tez bo'l, yuqumlanib o'lgan odamning jasadi uzun tursa bo'lmaydi. Depla meni va qo'li chivar bir xizmatchini elib, Udol qabristonligiga keldik. Men yig'laydim, lekin yig'amni Jabborga ko'rsatmaydim. U azoblangandek emas edi. Meni Oliya xonim va Yoqubboyga bag'li ichim og'ridi. Ular bola baxtim deydi. Bola baxtimi yoki balami? Hey. Shularni ichimda o'ylaydim. Ularga ichinotdim. Bir umr boqqini hayvonchilikmi muhabbet yo'q bir yirtqich edi. Biz ularni qabristonlikqa olgandan keyin chunqur o'rkolab, ularni ko'mdik. Qabr teshimi tiklanmadi. Hatto el jamoatmi tovlanmadi. Shundoq yuzlik obro'yli odamlar hech bir sababsiz, hech bir nomsiz o'lib ketdi. Buningga ichinotdim. Lekin ichinsammi amal yo'q edi. Men bir chakar tursam, Yoqubboy va ayoli Oliya xonimni uzitib qo'ygandan keyin mening bu yerda turg'im kelmadi. Shuning bilan sirtqi savdo bahonasi bilan chiqib ketdim. 2 yildan keyin qaytib kelsam, bu uy allaburun xon vayron bo'pti. Uy ichidagi keraksiz narsalardan boshqa hech nima qolmabdi. Men nemish bo'lganligini bilish uchun burun bu uyda xizmat qilgan xizmatchilarni izlashga boshladim. Lekin ularning uydagilarning hammasi meni ularning 1 yil ilgari nihoyat echinishli holda o'ltirilib, bu dunyodan xo'shlashqinni deb
o'xshash javob bilan yo'lga soldi. Men texmi gumonlandim va izlash doiramni kengaytib izladim. Men burun urug' tuqqanlarni so'ragan bo'lsam, endi bo'lsa o'tgan kashkanlarning hammasining oldini to'sib so'rashga boshladim. Oxiri To'xti degan bir xizmatkorning hayot ekanligini bildim. Men shunda xo'sh bo'lgan edim. Lekin kim bilsin? O sarang bo'p qopdi. Birdam olvasti keldi deb vaqirsa, birdam kechiring, men ezibdiman deydi. Birdam kulib, nima deysan? Qanday qilalayting desa, birdam yig'lab, kechiring, men xato qildim deydi. Ishqilib, uning nimalarni davatqanligini kishi bilib bo'lolmaydi. Men uningdan hech qanday gap ololmadim. Ichim tit-tit bo'lib o'tadi. Shunda qilib, men oxirda O'rgulni izlash qaroriga keldim va hammalardan O'rgulning izdirigini qildim. İzdab yurib, shu chaqdagi Kenit oqsoqoli Hoshim bovayning uning yuqumli kasal bilan yuqumlanib, uydagilarning ko'pinchisini yuqumlantirib o'ldirib etganligini, Kenitkilar uning o'ziga ziyon yetkazishidan ansirab, Kenitdan qo'g'lab chiqargandan keyin uning jasadining Kenit sirtidagi qabristonlikdan jasadi tepilganligini, uning noiti echinishlik o'lib ketganligini, Kenitkilarning uni shu yerga ko'mib etganligini bildim. Men aniq o'rnini so'rib elib, uni yo'qlab bordim va qabr teshik tiklab qo'yib qaytib keldim. Ikkinchi qitim borganimda uning beshida uningga gap qilib o'ltirib, kash bo'lib ketganligini tuymayli qopdim-a. Qaytay deb turishimda qabr tarafdan Salim buva! Salim buva! deb noit surlik ovoz anglandi. Men u ovozni anglab, yuragim qipidan chiqib ketayli deb qoldi. Meni bir xil vahima besib oldi. Varqirgan peti hushimdan ketibdimi? Qanchalik yotdim bilmayman. Bir chaqda hushimga kelganda atrofga qarasam, tush bo'lib ketibdi. Darhol o'rnimdan turib, oldi keynimga qaramay uyga keldim. Mening bu aloqzada chiroyimni ko'rgan ayolim Omongul nemish bo'lganligini so'rsimi, kallamga gap kirmay o'tadi. Butun asyodim shu ovozda edi. Qaytib kelgandan keyin kechalari to'liq qor besib uxlayolmadim. Tushimda doim bir oq kiyimlik ayol menga kaynni qilib elib, yig'lab ismimni to'g'laydi. Cho'chib uyg'onib ketadi. Uyg'onganimda bo'lsa, chiliq-chiliq tarlab, qordab ketadi. Meni surbesib, holimdan ketganning ustiga tushimdagi ayol olvosda yig'lab, ismimni to'g'lab orom bermaydi. Bir kuni tushimda yana hiliqi ayol olvosda paydo bo'ldi. U menga yana orqasini qilib yig'layotdi. Men chiroyini ko'rishga uringan bo'lsam-mu, uning chiroyini ko'rolmadim. O orqasini qilib turib oldi. Men uning chiroyini ko'rib beqish maqsadida bir besib, ikki besib uning oldiga o'tdim. Uning sochlari yuzini butunlay to'zib olgan bo'lib, uningga yaqinlashmoqchi bo'ldim. Bir qadam, ikki qadam, uch qadam, 4 qadam. Mana 10 qadam orliq qoldi. 5-chi qadamni endi besishimga u tuyuqsiz beshini ko'tirib, uchib kelgunicha gelimni siqishga boshladi. Men shu daqiqada cho'chib uyg'onib ketdim. Uyg'onibla noit qattiq tarlab, badallarimning so'g'uq bo'lib ketganligini his qildim. Qora targa cho'mib ketgan edim. Boyamqi tushning vahimasidan uxlayolmay o'ltirsam, tuyuqsiz noit surlik va qo'rqinchli ovozda birining Salim buva! Salim buva! Salim buva! Salim buva! degan ovozi anglandi. Men qo'rqib, atrofga aloq-jaloq qarab o'tdim.
Tuyuqsiz ko'zim deraza sirtidagi bir ayolga. Yo'q, u ayol emas, bir olvosda edi. Chiroyi ko'kirib qordab, to'tirib ketgan. Chochlari chigilishib, poqbiyib ketgan. Ko'zlari qon qo'yayotganda qizil. Ig'izini hozirla qon eqib kelganda qip-qizil qon tomchilab turardi. Shunda qo'rqib ketdim. Qo'rqinimdan voqiray desam, ovozim chiqmadi. Qochay desam, xuddi badanim o'zimning emasdek bosh ko'rolmayotdim. Xuddi qiqib qo'ygan qo'ziqdek derazaga qarabla turardim. Ko'zimni qochmoqchi bo'ldim. Lekin ko'zim midirlaydigandek emas edi. Men shu tariqada qarab turdim. Birdamdan keyin ayol olvosdi. Asta yuqoriga o'rlab, uyning tungligidan uchib, asta layliginicha oldimga kelib to'xtadi. Uning bu holatidan badallarim g'ol-g'ol titraydi. Qanday qilishimni bilmay turibla qoldim. U mening bu holatimni ko'rib qaqoqlab kuldi. Uning ovozi shundoq sat ham qo'rqinchli edi. Anglagan odamni titrak bosmay qolmaydi. Men oxir jur'atga kelib, titrangi ovozda vaqirab turib, "Sen kim?" dedim. O kulki ovozi to'xtab, u menga lappida qaradi va ko'zimga mexda qadalib vaqirab turib, "Meni tanımadingmi? Men ayni chaqda senlar qasdlab o'ldirgan hurgul" dedi. Bu gapni anglab, ichim ochiq bo'lib, ko'zimdan ikki tomchi yosh sirg'ib tushdi. U neyroq berib, "Mening qabrimga qabr teshini sen tiklab qo'ydingmi? Nimish shunda qildim?" dedi. Men onundan qo'rqib tursam-mu, qo'rqinchimni zo'rg'a bosdim va uning inson holatidagi holatini ko'z oldimga keltirdim. Bu vaqtda qo'rqinchim qayoqlargadir g'oyib bo'lgan edi. Men uningga, "Chunki sizni ilgirki qizimdek ko'ratdim" dedim. Hurgul bu gapni anglab, yana shundoq surlik, jarangliq va qo'rqinchli ovozda kulib ketdi. O kulishdan to'xtabla, noit tez uchib keldi va ko'zimning ichiga qarab turdi. Bu chaqda men nima qilarimni bilmayla qolgan edim. Chunki uning ko'zlari shundoq qo'rqinchli bo'lsa-mu, men uning ko'zidan haqiqiy azobni bilib ketgan edim. Men shularni o'ylab turishim, u menga vaqirab turib, Nimish shu chaqda qutqizmaysan? Nimish shu chaqda peshingni ilib bu yurtdan chiqib ketsan?" dedi hayva bilan. Men uning shu chaqda degan gapini tushunamay, ayni chaqda zodi nimish bo'lganligini deb berishni aytdim. U hikoyasini so'zlashga boshladi. Aslida men ketgandan keyin Jabbor hurgulni yana solab qo'yib, uni hech kimga ko'rsatmagan. Buni ko'rgan oila xizmatkorlarining uningga ichi og'rib, uni solab qo'ygan uydan chiqarib atgan. Jabbor hurgulni xizmatkorlarning qochirayotganligini bilib, uni o'ldirib atgan. Hamda xizmatkorlarga, hamda shunda qiladigan bo'lsa, hech kimni saq qo'ymaydiganligini aytgan. Jabbor hiliqi qimavosning qiziga uylangandan keyin hurgulni xizmatkorlarning orziga haydab o'tgan xizmatkorlar uni xo'rlab, tillab haqoratlagan. Hurgul ularga faqat chidab bo'lolmay, uydan qochib ketmoqchi bo'lganda tutilib qolgan. Jabbor uningga, "Bu yerdan shundoq chiqib ketging bormi? Bo'ldi demisa?" debla kunda birdan xizmatkorlarni zaharlab o'ltirishga boshlagan. Aziz anglag'uvchilar,
vahimalik asar Surbosqin kanitining 3-qismi mush yerda tamomlandi.